Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi hafta boshidan 17 va 18 avgust kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekistonga salqin havo kirib kelmoqda. Videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling, hafta boshidan havo harorati 31 darajagacha tushishi mumkin. O'zgidromet 17 va 18 avgust kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. 12-14 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 21-23 daraja, kunduz kunlari 34-36 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 17-22 daraja, kunduz kunlari 31-36 daraja bo'ladi. Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol-sharqdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatiladi. Harorat kechalari 19-24 daraja, kunduz kunlari 31-36 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 19-24 daraja, kunduz kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 18-23 daraja, kunduz kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 20-25 daraja, kunduz kunlari 36-41 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 18-23 daraja, kunduz kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, harorat kechalari 13-18 daraja, kunduz kunlari 23-28 daraja bo'ladi. O'zgidromet yakshanba kuni issiq biroz kuchsizlanishi, uncha sezilarli bo'lmasa-da harorat 2-3 darajagacha pasayishini ma'lum qilgandi. Avgust oyi oxiriga kelib, O'zbekiston hududiga nisbatan salqin havo kirib kelishi mumkin. Natijada kunduzgi harorat asta-sekin 25-30 darajagacha pasayadi deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni barcha tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.